Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga obunachilari. Sizlar bilan Xorazm Obzor kanali, Xorazm viloyati Hazaras tumanidagi Kazak bozoridan hurmatli yurtdoshlar. Hozir bu yerdan qon tarvuzlari, yeshil sabzi narxlarini video obzor qilib o'tamiz hurmatli yurtdoshlar. Kertishka piyozlarni tushirib o'tamiz. Adreslarni takip etadigan bo'lsak, bu yon tarafimiz Chimpin Asakabank tarafdan girib kelish bozorning Gumbatar tarafından, stadion tarafından girip geliriz. İşte hozir kertishka piyozlari, yeshillar narxlarini bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Bugun sen aytadigan 15 noyabr haftaning 6-kuni 2025-yil. Kanalimizda yangi bo'lsangiz hurmatli yurtdoshlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga chiqarib boradigan yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Mehnatlarimiz qadrlab videoni birdan like bosib videolarni bemalol ko'raverasizlar. Men siz yaxshi yapayapman. Yeshillarni so'magan. Assalomu alaykum. Yeshillarimiz 900 so'm. Mol yeshillar 900 so'm ekan. Boshladik videoni. Yeshillarimiz 1600 so'm. Yaxshilari bular, yana bular 1600 so'm. 1600 so'm ekan yana. Xoltada ekanamchilar kimi? Yaxshi yeshillar yana. Ava bilmadim. Bu nomer berib olamizmi ekan? Mollikka menga telefon nomerlari. Aytinglar nomerlari. 88lik 517 63 62. Adres nerede? Obod. Obod Atovdan. Yana. Molliklar tonna asala geliştirib berasizlar. Avantonna sola geliştirib beramiz. Mollar netmaganda yana yeme ko'rib bermagan. Atizda ko'p ekan. Atizda ko'p ekan. Bundan ham geliştirib berasizlarmi? Ko'proq qolsa? Geliştirib beriladi ekan. Yaxshi. Savdolarınızı versin. Telefon numaralarini aldık. Bir yandan hem gösterip ötemiz yani. Bir yan taraftan hiç yok tutmayın. Yeşiller bir yandan köpek bir yan. Yeşiller hiç yazım eken, kimi eken? Assalamu alaikum. 1600 somdan. Yani. 1600 som. Bu xoltaga mı abi? Xoltaga. Kilo yok aha. Kilo yok. 1600 somdan verip tuttuk yani. Tak mola beradonu bu mu yani? Yok. Mola beradonu yok ekan. Gösterdik mi? Yeşil neçe so'm ekan? Kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Neçe so'm? 17'de Türkmüş. 1700 so'm. Ava. 1700 so'm aytib turibdi. Köyne ava aytib turibdi. Qizil yeshil ekan bu. Ava. Mana. Kilo 200. Kilo 2000 ekan, 2000 so'm ekan yana. 2000 so'm, ha, to'g'ri. Yosh ketdi odam bo'lgandan keyin, ha, yosh ketdi odam mashina gaplaydi, to'g'ri. Bundan atizda ko'pmi bundan? Atizda bor. Ha, nomerlar berib olamizmi? Telefon nomerlari. Nerede adres? Nerede Atovda? Atovda. Şirikuduk. Nomerlar berib olamizmi? Nömerler beraber mi? Ayting. Neden? 94'ten. Ha, 316 ha. 1066 Saparvay. Yana. Telefon verasizlar babaga. Mana qarang yanki yo'llik, siniq, mola beradona. Ular ichida. Ular endi oyağı 800, 700 gelişi var adam. Geliştirib berasiz. Geliştirip berasiz. Ha, bo'ldi. Yaxshi savdolarınızı bersin. Yaxshi var abi, yaxshi, sağ ol. Yaxshi. Bu yeshillar kimga ekan? Siz so'm ekan. 1700 so'm. Yeshillar 1700 so'm ekan. Atava yeshili. Yani arzonlaki bo'lmi mana? Arzonlaki ne ya bu? Mola beradona. Mol yeshili yo'qmi? Yo'q ekan. Yaxshi savdolarınızı bersin. Bu Türk sharqamdan kimdan ekan bular? Necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 1000 so'm kilosi. Xolta qancha so'm? 1300 dan xolta. Shalg'amni? Shalg'am bormi? Mana bor ekan. Shalg'am. Bu yeshillar kimga ekan? Yetib qoldi. Necha so'm deb turadilar? 1300? Ha, sal mediroq ekan, ha? Bo'ladi, yem ekan. Molliklarda sapyat tutmaz 1000 so'mdan. 1000 so'mdanmi? Ha. Ha, yema salib beradi ona. 500-600 kilogram bo'lsa, arzonroq bo'ladimi? Yo'q, shu 1000 so'mdan dastlabki. Aytinglar nomerlaringizni. 93'ten 744 4183. Mana. Eng kaminchali bo'lsa 500 kilosi en kam. Mana, apart beriladi ekan. Yaxshi, savdolarningizni bersin.
Şimdi bir yan taraftan soyumuz, bir yandan iş yok tuttu. Bir yandan görsatib boramiz, bir yandan. Yeşillancha so'ma ekan, assalomu alaykum. Yeşiller kimiki? 1600 so'm ekan yeşiller. Turpancha so'm. 4 kilosu. 4 kilosi 10. Salg'amcha so'm bo'ldi. Çalgamam şu. Bu yeşillardan ketdi. 1600 so'm ekan. Savdolarınızı bersin. Keşkelencha so'm ekan nasibki. Sizlar kimi? 6000 so'm. 6000 so'm. Bu qizil lablabimi bu? 5000 so'm ekan qizil lablabi. Bu meyda keşkelencha-da. 5000 so'm. 5 tane ekan. Oq piyozani? 4,5. Qivanikimi? Bularchi dedik. 4 kilosu 10 bin so'm. 4 kilosi 10 bin so'm ekan. Savdolarınızı bersin. Qizil piyozani? Setga 2000 so'm. Setga 2000 so'm, chiloga Kiloga 2,5 bin so'm. 2,5 ekan. Ya, savdolarınızı bersin ya. Nechadan ekan yeşiller? Assalomu alaykum. Necha so'm? Fata 1700 veremem. 1700 dan xolta. Kilo 2 veremem. Kilo 2000 2 so'm. veremem. Ya, kilo 2000 so'm. Fata 1700 ver tutma. Turpincha berdingiz baba? 4 Turpi. kilosunu veremem. 4 kilosi 10 ming so'm. Salg'am ne? Çalganı şu bakar şu. Salg'am şu baqa ya. Kilo 4 kilo bak. Ya, savdolarınızı bersin. Endi kontarvuz kedilarni tushirib o'tamiz. Kontarvuz kedi narxlarini. Yana Surxon qo'llar bor ekan. Surxon qo'llar necha so'm ekan? Ag'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 5 verdik. 5000 so'm kilosi. Tamam, özel. Ya. Kesib qo'yib berganlar. Kedilar nechadan? Yeb, yeberine qaytalar olsun neyse. Ta'minimi? To'g'ri bahosini bilgan foydasi yo'q, mozasini bilish kerak edi. Kon dahshat ekanligi. O'zingizning mehnatingiz haqi bu dekanchilik, to'g'rimi? Olib sotmaysiz. Qaratovchi. Zo'r ekan. Nomerlari beringmi? Nomer 94 ta. Yo'q. 239 5102. Dastlabki xizmatlari bo'ladimi ko'proq asala? Bo'ladi jilna shanamiz. Bozorga kelamiz, bozorga. Yaxshi. Bu yerda yeşillar chedan bo'lib turibdi, bu yerda yeşil. Kimiki bu? Assalomu alaykum. Sizgimi? Ahva. Chida? Minyorim. Minyorim so'm, ha? Bunu en size koyalım. Bozorda arzon ekan bu yeşillar. Nechadan berib turibsizlar? 1700 so'mdan. Bu aralab berib turibsizlar yo? Yine ajoyib. Hammasi aralangan bunu. Ha, yana. Yani sınıkı mı, yorulku, mollik, unchakki bormi? Mola beradi ona. 2-3 tane geçti ben 75 Yo'q ekan. Yaxshi, savdolarningizni bersin. Birinchi so'm ekan. 1700 ekan. Bu necha so'm ekan bu yeşil? Nechadan ekan? 1800. 700 xaltaga. Xolta 700 mi? Kiloga ne? Kilo 800. 1800 so'm kiloga ekan menda. Xolta 1700 so'm. Ajoyib atovi geçirdi. Tamam yeşil ekan. Nomerlari beramizmi? Telefon nomeri. Qarang. Nomerlari 88 88 719 Hava. 88 89. Midesi bormi ham mola beradi ona? Hol sattık. Nechadan? 1000dan berdik. 1000dan beribdilar. Yaxshi, savdolarningizni bersin. Telefonlasi bola berasizlar. Biz endi kontarvozlari tushirib o'tamiz. Kedilar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 4,5 ming so'm, ha? 4,5 ming so'm ekan kedilar. 1 kilosi. Enoqlar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 8. Setga yema. Xurmalar necha so'm? Setga 7000 so'm ekan. Yaxshi. Kavlan necha so'm bo'ladi? 3,5 ming so'm kilogami? Kiloga. Bu tarvuzan nechadan? 3,5 ming so'm ekan. Savdolarningizni bersin. Bular necha so'm ekan? Assalomu alaykum, xurmalar. 7000 so'm. Setga yema. Kiloga yo'qmi? Kilo qamadı.
Kiloga yok ekan. Kerem necha so'm ekan? 3000 so'm kilosi. Bu piyoz kimda? Piyoz 4000 so'mmi? Setga necha? 3800 so'm. Xiyonakimi? Xiyonaki. Xurmolar necha so'm ekan? 6,5 ming so'm. 7 aytib turibdi, 6,5 berilib turibdi. Yani setga ham endi bu. Kiloga yo'qmi? Kiloga yo'q ekan. Sodalarınızı versin. Kediler içisinden git tut degen beyde. Assalamu aleyküm. Hormonlar. Ayaksınız? 4000'den kilosu 4000. Kilosu 4000'den. 4'ten. Joyip kedi Karakalpak ki. Atına bana nömerleri. 99 Hava? 074 Hava? 75 95. 75-95. Mazillerde satken boladı. Bu. 500 kilo 500-600 kilo bolsa dastakka xizmatlari bor ekan. Kavlanchada 5'ten 5'ten. 5000 so'm kilosi mi? Bozarda. Tarvuzda ne? Tarvuz 2 ayran beremiz. 2,5 so'm beriladi. Yaxshi. Birdan bor ekan neda? Yeşil necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 2000 so'm ekan. Yeşil 2000 so'm ekan. Tirsikda. Bir de kavlançıdan git tut degan bunu. Kavlançı so'm ekan? Assalomu alaykum. 6000 so'm 5 ayrondan beradi. 6000 so'm aytib tutdi, 5,5 ming so'mdan beriladi. Yani kesilib tutdi tamam. Nerki bana? Bu Karakalpakki bu. Karakalpakka. To'ram zo'r ekandan bu. Ajoyib to'lanish. Kedilar necha berdingiz? Kedini 3 ayronda 3'ten berdim. 2 ayron. Ayting bularning nomerlari ha? Nümerleri 94'lik. Ha. 237 78 48. Telefonla seversizlar. Mağazalarda sapki bo'ladi axı. Dastlabki havo bo'ladi 100 kiloda yuqori bo'lsa oladi. Ha. Bundan ko'proq olib qo'ymaga Bo'laveradi havo. bo'ladi dastlabki. Ko'proq olsalar. Yani telefonla seversizlar. Sodalarınızı versin. Bellerden çıksın mutlaka ya. Kavullar. Kavullar neçeden ekan? Assalomu alaykum. Ona akıbet öğrenmek. Neçesin kavullar? 6 5'ten 5'ten. 5000 so'm ekan kavullar. 5000 so'm. Yedi yeyip yatamış sanma. Bundan gibi azam bile yumurta kaçmadı. Yaxshi baba. Yaxshi. Bismillah. Qo'ng shira zo'r ekanligi. Dahshat ekan. Nergi bu baba? Karakalpak ki. Nomer beramizmi bunga? Telefon nomer. Numara şerteme. Beramizmi? Özü klientla var gelip alalım. Bor ha? Tamam. Tarvuz necha berdingiz? Sarı 4 verdim ana buna kesip koymam. 4000 so'mdan berdilar ya. Tarvuz kesib Hem turibdi bir ya. de tuxum aganak tarvuz. Ha, malades. Sodalarınızı versin. Rahmet. Sağ olun. Kedilar nechadan oldi? 3,5 ming so'm kilo ha? Assalomu alaykum. 3,5 ming so'm mana ekan. Sodalarınızı versin. Serapçılık bozarımız. Kovalan nechadan ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? 4,5 ming so'm. Endirxon mi bu? Endirxon 4,5 ming so'm. Shabbosniki ekan yana. Şu buna da şampazdan. Shabbosdanmi sen? O'zingkimi? Dekanchilikmi? Ayt nomerlari shunda. Numara 99'dan 502 83 30. Telefonlashib olaverasizlar yana. Sodalarınızı versin. Domala yaxshimisiz? Sog'lar zo'rmi? Neden kolla? Videom geçildi bor ekan, geçildi. Necha so'm ekan bu geçildi? Koltama. Xoltaga. 1600 beraman. 1600 so'm xoltaga. Kilolar boladan masalan necha bo'ladi? Kilolar baradan sonra 1800 beraman. 1800 so'm ekan yana. Yaxshi, sodalarınızı versin. Bu kavolan nechadan? Kavullar 2,5 beraman. 2,5 ming so'm. Endirxonlar yana. Kedilar ne? 3000'den. 3000. Almalar mı bor ekan? Almalar 5000'den beraman. 5000. Dekanchilikmi shu? Hamma yana. Dekanchilik ekan yana. Sodalarınızı versin. Bo'lmasa hurmatli yurtdoshlar, shuning bilan video yakunlaymiz. Sog' bo'lin, omon bo'ling, hammaning ishini omad.
Kanalımızda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar.